Internetda hamma Iron masalasida video qilyapti. Shu munosabat bilan men ham Iron masalasida video qilishga qaror qildim. Iron, Isroil va AQSh o'rtasidagi kelishmovchiliklar, jangovar harakatlardan asosan qaysi davlat juda ham katta zarar ko'radi? Birinchi navbatda AQShning o'zi. Chunki Iron juda ham arzon dronlar ishlab chiqaradi va Ironning arzon dronlarini urib tushirish uchun AQShning har biri million dollarlik raketalardan foydalanib, ularni urib tushirishga majbur. Ironning ichida esa millionlab bunday arzon turdagi dronlar mavjud. Bu narsa AQSh iqtisodiyotiga juda ham katta kolossal zarar keltirishi mumkin. Ikkinchi navbatda, Iron neftiga qaysi davlatlar bog'liq degan savol. Iron neftiga faqat va faqat Xitoy bog'liq. Lekin bu narsa Xitoyga ham juda ham katta zarar keltirmaydi. Nega deysizmi? Chunki Xitoyning iqtisodiyotining 10-13% importi Iron neftiga bog'liq. Lekin Ironning neftining 80-90% eksporti faqat Xitoyga eksport qilinadi. Nega Iron faqat Xitoyga eksport qiladi degan savolga javob istasangiz, Ironning boshqa mijozlari yo'q. Nega deysizmi? Chunki 2018-yilda Trampning qaroriga ko'ra, kimda kim Irondan neft sotib olsa, AQShni sanksiyalariga duch keladi. Shuning uchun Yevropa davlatlari va Ironning asosiy mijozlaridan biri bo'lgan Hindiston Iron neftini sotib olishni to'xtatgan va o'zini savdolarini Iroq neftiga qaratgan. Lekin bugungi kundagi Irondagi urushlardan eng katta zarar ko'ruvchi davlatlar bu Yevropa davlatlari, AQShning o'zi, shu jumladan Hindiston hisoblanadi. Ya'ni Irondagi janjal, ya'ni urush harakatlari qancha uzoq davom etsa, Hindiston iqtisodiyoti juda ham og'ir ahvolga yetib keladi. Nega deysizmi? Chunki Hindistonning iqtisodiyotining 65% neft bog'liqligi aynan import neftga bog'liq. Ya'ni Hindistonning butun iqtisodiyoti 65% importi aynan Hormuz bo'g'ozi orqali o'tadigan neft bilan bog'liq. Shunday ekan, agar bu urush uzoq davom etsa, Hindiston, Yevropa va AQSh iqtisodiyoti juda ham katta zararlarga, iqtisodiy retsessiyalarga olib kelishi mumkin. Xitoy nega zarar ko'rmaydi degan fikr kelishi mumkin har biringizning miyangizga. Xitoy zarar ko'rmasligining sababi yuqorida keltirib o'tganimdek, Xitoyning Iron neftiga bog'liqligi 10-13% ni tashkil qiladi. Undan tashqari Iron, Isroil va Amerikani o'rtasidagi janjallarning natijasida Xitoy oldindan bu narsaga tayyorgarlik ko'rib, bugungi kunda juda ham katta miqdorda, ya'ni ming barellardan iborat Xitoy Iron bilan Amerika, Izrail, ya'ni Isroil davlatlarining o'rtasidagi kelishmovchilikka oldindan tayyor edi. Ya'ni ularning o'rtasidagi munosabatlar keskinlashuvi fonida Xitoy o'zini neft zapaslarini boyitishga kirishib ketgan edi. Ya'ni bugungi kunda 1-2 milliard bareldan 1-4 milliard barelgacha Xitoyda neft zapaslari mavjud. Bu narsalarni asosiy qismini Xitoy Irondan ancha oldin olib chiqib ketgan. Shunday ekan, Xitoyni bu urushdan zarar ko'radi deb o'yladigan iqtisodchilar juda katta xato qilishadi. Nega deysizmi? Chunki Xitoy 6 oy ichida o'zini neftini 10-13% ni alternativ yo'llardan, ya'ni Rossiyadan to'ldirishi mumkin. Lekin 6 oylik agar urush harakatlari amalga oshsa, 6 oyda butun dunyoda kollaps boshlanadi. Butun dunyo iqtisodiyoti izdan chiqib ketadi. Avvalambor Yevropa iqtisodiyoti va undan keyin Hindiston iqtisodiyoti, 3-o'rinda AQSh va Isroilning o'zining iqtisodiyoti izdan chiqadi.